hamma yer akalar suv bosib ketgan. Mana uni qaranglar. Eshikni ham yopib qo'ydi. Tog'a akalar tashqarida uxlab yotibdi. Tumsoq. O, akalar tumsoq shu yerda turgan ekan. Voy xola, qopqonni ham shu yerga qo'yasizmi? Xola-ya. Tog'ani qaranglar akalar. Uyda tashqarisida uxlab yotibdi. O'rkuni tog'ani qaranglar. Kallasida mashinani kaliti bor ekan akalar. Yaxshi. Salom do'stlar, Odilxon Play kanaliga xush kelibsizlar va do'stlar, bugun biz sizlar bilan birgalikda Granny 3 o'yinida Grand by Summer Vacation degan o'yin o'ynaymiz. Ya'ni do'stlar, tog'ani yozgi dam olishi degan o'yin. Xo'p do'stlar, mana o'yinchani ham boshlaylik. Har doimgidek do'stlar, videochamiz yoqayotgan bo'lsa bitta like va do'stlar obuna tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Bo'lmasam do'stlar, biz ham o'yinchamizda sekingina boshlaymiz. Bu o'yinda oldin ham o'ynadim, lekin do'stlar yutolmadim. Shu sabab akalar mana yana qayta o'ynayapmiz. Mana do'stlar, xolani uyiga kelyapmiz akalar. O'zlaring ko'ryapsizlar akalar, grafika ham o'zgargan. Xolani uyi akalar qap-qora bo'yatardi. O'zlaring ko'rib turibsizlar akalar, kunduz bo'lib turibdi. Keyin akalar, xolani uyi eslangda bo'lsa to'proq qop-qora bo'lib turardi. Mana akalar, qum, hamma yer akalar suv bosib ketgan. Mana uni qaranglar. Eshikni ham yopib qo'ydi. Tog'a akalar tashqarida uxlab yotibdi. Ey akalar, hop akalar, sekingina endi boraveramiz akalar, to'g'rimi? Eng yomoni mana suvni ham akalar biz bosa olmaymiz. Agar suvni bossak, ichidan borgan o to'xolani tumsog'i chiqib kelib akalar bizni g'ajib tashlashi mumkin. Ko'prikni ham ko'tarib oldi. Ko'prigi vashta uzunlashib ketdi akalar, lekin mayli akalar, tez-tez suvdan chiqmasa yozdan tumsoq kelib akalar bizni g'ajib tashlaydi. Xo'p akalar, endi sekingina akalar mana shu yerga kelamiz. Xo'p akalar, hozircha hech kim ko'rinmayapti akalar. Yaxshi. Welcome degan yozuvni o'zgartiribdi. Orqada hech kim yo'q akalar. Hech kim yo'q. Lekin akalar mana tog'a otib tashlaydi bor-ku. Tog'a o'zi tashqarida akalar uxlab yotibdi, lekin meni otib tashlaydi. Xo'p akalar, mayli. Mana akalar, o'yinchamizni ham boshlab oldik. Birinchi kun, ikkinchi kun deyardi akalar. Bu nima deyardi? Yanvar 24-yanvar deyardi. Mayli akalar. Pastdan uyg'ondik, oldin bu yoqdan uyg'onmasdik. U shatkan ham bor ekan akalar, yaxshi bu yerda ko'ramiz. Shatkanda bitta o'qi bor ekan akalar. Qani bir ochka ol. Xo'p, bu yoqda o'tamiz akalar. Ayni akalar, eshikni ochish akalar mana shu yerda turibdi. Qani bir ochka tez-tez ol. Bu o'yinda ancha oldin o'ynadim, lekin do'stlar yutolmadim. Endi bu safar akalar yutamiz degan niyatda akalar o'yinga ham kirdik. Qani bir ochka tez-tez och, xola ovozni eshitdi akalar, xola kelyapti uje. Davay, shatkan shu yerda turib tursin. Endi akalar, davay mana tomonda ham tekshiramiz, bu eshigi ham jiringlab ketdi. Xo'p akalar, mana bu yerda akalar save key turgan ekan. Oldin lekin mana bu eshik yo'q edi akalar, oldin yo'q edi. Chunki o'yin yangilanganmi deyman-da akalar, o'z eski versiyasini yutolmadim. Yana gamga yangilanib ketdi. Mayli bir ochga shatkanda orasi xola keladi akalar. Xolani ham otib beramiz mana akalar. Xola ham keldi. Xola ham akalar Gavayga tushirilgan kiyimlar kiyib olgan. Xola chatoqsiz. Uyda nima qildingiz xola? Uyda nima qilib tashladingiz? Uy akalar xola vapishda o'zgarib ketgan. Bu yoq ochib bo'lmaydi. Bu yoq akalar crowbar kerak ekan. Xo'p akalar, bu yoqqa ham narsa qo'yib tashlagan. Teddy opani belanchagi ham akalar shu deydi. Xo'p akalar, mana xonani ham tekshiramiz. Bu yoqda hech narsa yo'q. Xo'p akalar, buning ichini ham tekshiramiz. Hech narsa yo'q. Akalar, qulf ekan. Mayli akalar, hozir xola uxlab yotgandan foydalanib akalar mana shu eshikni ham ochib qo'yaylik. Bizga kerak bo'lib qolishi mumkin. Yana akalar, ko'chani suv bosib yotibdi akalar. Voy, Slendrin opa, qo'rqitib yubordingiz-ku. Mayli akalar, tepaga chiqamiz, safni ochishimiz kerak. Tog'ani xonasini ham ko'rardik-ku. Hozir akalar, men shoshilyapman-da. Xo'p akalar, mayli, mana safni ham ochamiz. Qani bir ochga safni och. Ichida Teddy bor ekan, yurak akalar, bir ochgan yuragi dukillayapti. Lekin xolani o'ldirganmiz akalar. Ana shunisi qiziq bo'layapti-da. Menimcha akalar, o'yin bak bo'layotgan bo'lishi mumkin. Yerto'ladan chiqib kelmasin akalar. Nima bo'lsa ham shu xayolimda har doim yerto'laga kirsam holat chiqib kelaydi ekan-da akalar. Xo'p, demak akalar, bu mana bu yerdan tashlaymiz. Qani bir ochga tashlanalik o'tsin. Yaxshi akalar, Slendrin opam belanchagiga tushdi. Hech kim ham kelmayapti. Mana akalar, Slendrin opam o'zicha akalar Gavayga kiyimlar kiyib olgan. Xola kelmayapti akalar, yaxshi. Xo'p, bu Slendrin opa ham akalar endi menga narsa berish kerak edi, lekin hech narsa bergan yo'q akalar. Yo, o'zi shunday edi, lekin akalar narsa berish kerak edi. Mayli akalar, menimcha o'zi shunday bo'lsa kerak. Xo'p, endi tepaga chiqamiz. Shu xola ham akalar shu tepada yuribdi-da akalar, men ko'nglim sezyapti. Mana buni ham sug'urib olibdi akalar, tortmani ham tog'ani xonasini tekshiramiz. Xo'p, bu yerlarni ko'ramiz, hech narsa yo'q. Arbaletni ham, короче, arbalet tepani yana ragatkamizni ham akalar o'g'irlab ketganmi deyman. Xola uyda akalar rasvo qilib tashlabdi-da. Bu yerda ko'ramiz akalar.
Xola ham mana shu yerlarda tirlardi. Bittagina tortma bor ekan, ko'ramiz. Ichida hech bola battar yo'q. Mayli akalar, mana bu yerda ochamiz akalar. Qulfxona ekan, qani bilachiga. Tez ochuvdi akalar. Xolani sezyapman-da, men betim bilan sezaman akalar. Yegan tayoqlarim akalar sezilib boshlaydi akalar. Xola bizga yaqin kelsa. Ne yerdagi akalar, anoyi ham yo'q ekan, kamera ham yo'q ekan. Uni ham qayerlargadir olib borib tashlagan. Buni qaranglar. Suvda endi akalar biz tomdan chiqib olishimiz kerak. U vapishto udaru. Ko'za yo'qmikan shu atroflarda akalar? Ko'zani ham qo'yganini ko'rdim akalar bir marta. Yaxshi, menimcha akalar ko'za pastda bo'lsa kerak. Yana ham bilmam. Shu yerlarda ham 1-2 marta ko'rdim akalar. Xo'p, demay qaytib tushamiz akalar. Uyda ichida narsalarni biz ko'rib akalar topishimiz kerak. Xola uyg'onmabdimikan ha? Shu pastdan ham akalar mana shu xonalardan ham uyg'onadi-da. Men bilaman-da akalar xolani odatini. Shu yerda bo'lsa desam akalar, bu yerda yo'q ekan, yaxshi. Xo'p akalar, bu yerda ham hech narsa yo'q. Oshxonaga chiqmaymiz. Selendrina opani akalar xonasiga bir chiqaylik-da, shahlar deyman akalar. Shu yerda kerakli narsalar bordek tuyulib ketyapti. Tepada akalar fyuz ham turgan ekan, yaxshi. Demak akalar, sekingina tepaga chiqamiz. Xona bir shammer oppoq bu yotibdi. Akalar, Selendrina xonani ham, Selendrina opani xonasi ham juda ham o'zgarib ketibdi. Akalar, mana shu xonani o'zida ikkita narsa bor. Buni chambarakni ko'ryapsizlarmi? Buni mana yoqqa tashab qo'yamiz. Bu ko'prikni tushishga yordam beradi. Qani birachiga tashab bor. Nima bo'lsa ham mana tumsog'i yeb qo'ymasa bo'ldi akalar. Bu yerda hech narsa yo'q. Narixda akalar crowbar ham turuvdi akalar. Crowbar bizga kerak bo'lar. Shu sabab akalar crowbar deb olib qo'yamiz. Bu yerda ham ochishimiz kerak ekan hali. Qani birachiga mana bu yerda och bittagina o'q bor ekan akalar ichida. Buni tashlasak akalar hozir ovoziga xola akalar mana shu yerga keladi. Ungacha biz akalar oshxonaga tushamiz-da, oshxonani akalar tekshirib turamiz. Qani birachiga buni yana bir marta tashlab ehtiyot bo'lib tushamiz. Mana chambarakka tegib ketmas kerak akalar, tegsa u ham ovoz chiqarib yuboradi. Xola oshxonaga kelmagan ekan. Mayli akalar, mana eshiklar ochib ketganda akalar, lekin yaxshi bo'lardi-da. Qani birachiga tez och, buni ham och. Yomon akalar, suv ko'tarilib ketibdi akalar, qochgani ham joylar kamayib qolibdi. Bor-ku bu xolani dastidan. Mana bu yerda kalt bor ekan akalar. Qaysi befarasat mana bu yerga kalt qo'yib ketdi ekan. Mana kaltni topolmay yursam nima bo'lardi akalar? Mana qo'ygan joyini qaranglar, bor-ku. Hozircha oshxonalarni tekshirmaymiz akalar. Chunki oshxonada nimagadir narsa yo'q akalar. Men necha marta tekshirdim. Bironta narsa chiqqani yo'q, bor-ku. Ko'za mana shu yerda turgan ekan. Har doimgi joyda turgan ekan akalar. Yaxshi, buni olamiz. Crowbar akalar bizga kerak bo'lib qolishi mumkin. Xolani ham akalar tashqariga chalg'itib olamiz. Tashqariga chaqirmasak bo'lmaydi. Uyda ichida yursak akalar, o'zlaring ko'rib turibsizlar, uy ham o'zgarib ketgan. Buni suv ham akalar ko'tarilib ketgan. Suvning ichiga akalar biz ham kira olmaymiz. Suvning ichida akalar tumsoq bor, kirganimizdan shunday chiqadi akalar. Shunday yaxshigina bitta tishlab uzib oladi akalar go'shtimizdan. Xo'p akalar, xola nariga ketganday bo'ldi akalar, ko'zimga ko'ringanday bo'ldi. Xo'p akalar, endi yerto'laga tushishimiz kerak. Yerto'lada ham akalar bitta ochaydi ekan. Yashigimiz bor, o'shani ochamiz. Keyin yerto'ladagi uni qanday ochishni men tushunmayapman akalar. Yerto'lada nima bor edi-ku, akalar bir bak bu oldi. Qush akalar, qush mana shu yerda turgan ekan. Yaxshi, mana uni ochamiz. Hol pastdagi eshikni ham ochishimiz kerak. Lekin o eshikda akalar men birinchi marta ko'rishimda eng qizig'i bor-ku. Xo'p akalar, mana bu yerga yoshinamiz. Akalar, yoshinishdan oldin akalar shotganni olish kerak-da. Bu yerda ham akalar bittami, ikkitami o'qi bor edi, nechtaligini ko'rganim yo'q. O'sha o'qni olish kerak-da akalar. To'tiqushni ham tinchitib yuborish kerak-da. Mayli akalar, endi xola kelib qolishi mumkin akalar, kech qolishimiz mumkin. Xola kelsa akalar yedirib yuboradi, shu sabab mana shu yerda akalar ozgincha yoshinib turamiz. Xolani ham easy rejimga qo'yganman, normal-parmalga qo'ysam qiyinchilik tug'diraman deb o'yladim-da akalar, shu easyda o'ynaylik. Chunki bu o'yinda akalar oldin ham yutmaganman-da akalar, oldin ham o'ynab yutqazib qo'yganman akalar, loyga o'xshab. Shu sabab akalar birinchi boshlanishiga akalar easydan boshlaverdik. Zo'r bo'lib ketsa akalar expertgacha endi borarmiz akalar. Mana akalar xola ham keldi, pastga tushib ketyapti. Sekingina borib akalar shotganni olalarmikan? Mana xolajonim qaramay turing. Shunday orqangizga shotganni olay. Qo'rqmang xola, sizni otmayman, o'zi o'q yo'q ekan akalar. Qani bilachiga ikkita o'q bor ekan akalar. Buni to'g'ri aytgan ekan, ikkitami o'q bor devdimmi? Mana akalar ikkita o'q bor ekan. Qani bilachiga buni o'tib tagida yog'och bor ekan. Yog'och ham bizga kerak bo'lar. Lekin Selendrina opa akalar nokasga o'xshab hech bola bermadi. Xola izimizdan kelyapti akalar.
Xo'p. Demak, men bu yerdan ehtiyotgina bo'lib akalar o'talamizmi? Tumsoq. O, akalar tumsoq shu yerda turgan ekan. Voy xola, qopqonni ham shu yerga qo'yasizmi? Xola-ya, ko'ryapsizlarmi akalar? Xola bilganda bir pismiqda akalar qopqonni qo'yib qo'ygan joyini ko'ryapsizlarmi? Qopqoniga tushib qolmaganimda bu tumsog'i ham akalar meni ushlay olmasdi borku. Mayli akalar, nima ham qilardi akalar, bu xolani ham akalar hunari ko'p. Lekin yomon joyga qopqon qo'ygan ekan akalar. Seryozni yomon ushladi borku. Mayli akalar, mana uni ochamiz. Tez och. O'sha akalar tepadan xola tushib kelayotgan his qilyapman. Bitta ko'zi ham mana shu yerda turgan ekan akalar. Xola yaxta ham ochishimiz kerak. Demak, bu o'yin akalar yana yangilanib ketdi. Men o'ynaganimda unda emasdi. Bu eski versiyasi edi akalar, demak. Xo'p. Demak, men bu yoqlarda ham buni nimagadir baqirmayapti akalar. Men tushunmayapman-da, buni baqirmayapti. Umuman ovoz chiqarmayapti akalar. Вообще tushunmayapman, bu ovoz chiqarish kerak yoki xola eshitarmikan? Menga eshitilmasa ham, buni xola eshitarmikan akalar ovozni? Oy, xola kelayotgan ekan akalar. Mayli akalar, pastga tushamiz. Ko'rdi akalar, endi yeb qo'yadi. Bu yerda ham bir xolani aldaydigan joy yo'qdi akalar. Mana yoqni qanday ochaman? Men mana yoqni qanday ochaman? Ishlamaydi deyapti-ku akalar, ishlamaydi deyapti. Xo'p akalar, endi xola keladi akalar, men bu yerga. Xolani bu yerda akalar biz aldab ketolmaymiz. Shu sabab ana uychaga kirib olaymi? Yo'q akalar, xavfli xola ko'rib qolsa akalar izimizdan kirib keladi. Mayli akalar, mana shu yerga chaqiramiz. Oldingi o'zimdagilar cho'tki uslubim bor akalar, o'sha uslubda aldaveramiz. Bu yoqdagi dastaklar ham yo'q akalar. Xo'p, xola kelyapsizmi? Yo'q, robotam akalar, izimdan yurib borku. Yomon asabni buzib beryapti-da. Yaxshi akalar, xola kelayotgan ekan. Mana shu yerda akalar oldinga o'ynaganimda deb mana shu yerda akalar xolani aldab ketdim. Hozir aldalarmikan men akalar, yana ham bilmam. Voy xolajonim, yo orqaga emas, xolajonim bu tomondan keling. Qani bo'yi orqaga emas, xolajonim. Mana shu yerdan keling. Qani xolajonim? Xola, mana yoqqa keling, keyin urishasizmi xola? Javobni. Davay. Orqaga emas, bu yoqqa keling, bu yoqdaman-ku xolajonim, bu yoqdaman-ku. Davay akalar, mana tomondan tezlik bilan yurishimiz kerak. Qani birachka, tez yugur, nima qilasan? Qochay birachka, ana yoqda xola kelyapti. Yaxshi akalar, xolani aldab sulab qochib ketdik. Yaxshi ham easy ekan akalar, normalda bunaqa qilib bo'lmasdi. Yog'ochni ol birachka. Yog'ochni ol, orqadan xola kelyapti. Yaxshi akalar, yog'ochni ham oldik. Mana silindrini olib ham akalar hech narsa bermadi. Voyay, xola qopqonni nima bo'lam yerga qo'yib tashlaganmisiz deymanda, yurgan yo'limga akalar qopqonga tushib yuribman. Shu qopqonni deyman akalar, bir marta o'lib ketdim. Tabii akalar, tezlik bilan tepaga chiqamiz, yog'ochni qo'yamiz. Shaxta menimcha akalar fuse turgandi, chunki fuse'ni ko'rdimda 1-2 marta tashlab olaylikda. Mana shuni ham xolani chaqirish uchun qani. Endi akalar, buni mana bu yerga qo'yamiz, o'tirib o'tamiz akalar. Loyga o'xshab tushib ketsa, tabdala bo'ladi akalar. Xo'p, demak, mana akalar, mana bu yerda turgan ekan fuse. Xo'p, bu xonada boshqa narsa yo'q ekan. Endi akalar, buni bir marta tashlasak xola ovoziga keladi. Keyin buni qo'yamiz. Hozircha akalar energiya yo'q, shu sabab bosolmaymiz. Chambarakni ham topgan ekanmiz akalar. Cho'tki xola yo'qmikan? Yaxshi akalar, menimcha xola yo'q bo'lsa kerak. Xo'p, buni ham yopamiz. Xo'p, endi chambarakni shu yerga qo'yib turamiz. Meni shatkanim qani? Tosh olamanmi? Yo'q akalar, ololmas ekanman, ko'rinmayapti akalar. Birachka ololmas ekan, qo'lini tiqqan qo'rqyapti. Qani voy, tumsoq men qanday tushladi akalar, suvga kirmovdim-ku. Mayli akalar, shatkanimiz yo'q. Shatkanimiz ham akalar suvga kirib ketibdi. Mayli akalar, xafa bo'lmaymiz, yig'lamaymiz. Shatkanni topamiz degan umiddaman. 8-avgust bo'lib ketdi. Boyni yanvarda edik akalar menimcha. Yo iyuldamidi, bilmayman akalar. Короче, bir oy o'tib ketibdi akalar. Mayli, bir oy uxlabmiz akalar mana shu yerda. Xo'p akalar, mana uni yana qaytadan ochamiz. Xola yomon pismiq bo'lib ketyapti. Xola tutolma, ana tumsog'i tutib akalar maza qilyapti-da, borku, go'shtimni yeb borku. Mayli akalar, endi suvga qadam ham bosmaymiz akalar. O'zlaring nimalar bo'lib ketayotganini qadam ham bosmaymiz. Xo'p akalar, eshikni ochamiz, qaytarib yopamiz. Xola ko'rdimi deymanda, shuta ko'rgandek ovoz chiqdi. Xo'p akalar, endi mana tosh bor ekan, toshni olsak mana akalar qo'limizda shotgan paydo bo'lar. Mana shu ishini akalar, lekin zo'r qilibdi borku, suvga tushib ketsa, o'zlaring ko'rlaring akalar, yana tosh olalarmikan mana. Ikkita shotgan bo'ldi akalar, qo'yilmoqam. Xo'p, tepadagi ko'zani akalar otib tushirishimiz kerak. O'tgan safar eslaringda bo'lsa o'ynagan paytimizda ko'zani otaman deb akalar loyga o'xshab tushira olmadim. Bu safar akalar vachta
kuchayib ketganmanmi deymanda akalar. Bitta otishda tushirib yubordim. Xo'p, bu shotganda o'q bormi-kan? Yo'q akalar. Короче, bitta o'q olsak ham, ikkita o'q olsak ham hamma shotganga amal qilib ketar ekan akalar. Xo'p, buni olamiz. Xola qayerda ekan? Hali tomga chiqishimiz kerak akalar. Bu ko'zaga suv to'ldirishimiz uchun. Ayni akalar xola kelyapti. Xolajonim, xolam. Bittagina quvib qo'ying xolajonim, sog'inib ketdim. Qachon meni xolam quvarkan deb. Xo'p akalar, tez mana bu tomonga surishingiz kerak. Xola ham izimizdan kelyapti. Hozir akalar tomga chiqib borib akalar suv to'ldirib yana pastga qaytib yapishdi ko'p ishlarni qilib yuborishimiz kerak. Yaxshi akalar, hozircha 2 marta tutilib qo'ydik akalar, loyga o'xshab. Xola, ekspert o'ynasam ham bunday qopqonga tushmayman. Bilmayman, bu xolani mana shu o'yinni o'ynab rosa qopqonga tushyapman akalar. Hayajonlanib qoldimmi deyman akalar, bu uyda o'zgarganini ko'rib. Baribir g'alati-da akalar, bu narsalar turishi ham g'alati. Original emas akalar, baribir boshqacha-da qaranglar, o'yinim, atmosfera ham boshqacha. Yaxshi akalar, suvni to'ldirdik. Endi birochga tashama deyapti. Tashlasang suv to'kilib ketadi deyapti. Mayli akalar, tashamaymiz. Sekingina tushamiz akalar. Sekingina birochkani oyog'i sindi. Shu yetmay turadi akalar. Gren yushda oyoq sinishi yetmay turadi borku. Hop, sekingina tushishimiz kerak edi. Yo'q, xola qayerga ketgan ekan? Xola, qayerga ketdingiz? Bu yoqdan kelmayapsizmi? Yo'q akalar, bu yoqdan kelmayotgan ekan. Yaxshi ham akalar, bu o'yinga tog'ani qo'shmabdi. Tog'ani qo'shganda akalar vobshita sho'rimizni quritib yuborardi borku. Xolani o'zidan qochib akalar, qochishdi o'zi odamni akalar dabdala qilib tashyapti borku. Xo'p, buni bu yoqqa qo'yolmas ekanmiz. Demak akalar, buni bu yoqqa qo'yamiz. Yaxshi akalar, pastga qarab tushib ketyapti. Tez tush birochga, tez tush. Hozir xola kelib qolishi mumkinmi deb o'ylayapman. Orqadan kelsa qochaydigan joyim qolmaydi. Mana suv bo'yatibdi akalar, qayerga qochamiz borku? Suvni ichiga kirsak tumsog'i ham akalar. Mana shu yerda turibdi akalar, men usha oladi. Qani birochga nima berding? Nima berdi akalar? Bu oppoq narsa berdi. Eshikni aktivatsiya qiladigan narsa deyapti. Bu nima endi bu? Metroni ochqichimi deymanda, juda pastdagina qizil kalt bor-ku, aynan akalar mana shu bilan ochsak kerak menimcha. Xo'p, bitta fintni ko'rgandim. Короче, mana shu yerga suvga kirsa, hozir tumsoq akalar qayerdandir keladi. Suv ichidan kelmayaptimi akalar? O'zi odam ham qo'rqyapti-da bu tumsoqdan bor-ku. Mana qo'limda chambaragimni ham hozir yo'qotaman-da akalar. Juda bak bo'lganmi deymanda, tumsog'i kelmayapti akalar, suvga kirsak. Yaxshi akalar, lekin bu bak bo'lgan bo'lsa foydalanish kerak-da. Bak bo'lmagan bo'lsa akalar dabdala qiladi, chunki eshikka yaqin joyda turuvdi, aynan tumsog'i bor-ku. Bir marta chiqadi akalar, suvga kirasiz, tumsoq o'sha yerda qolib ketar ekanda, bu endi aylanib yurmas ekan. Xo'p akalar, davay buni bossamiz. Kabel ham bor ekan, hozircha kabelga harakat qilmay turamiz. Ana akalar, eshik tushyapti. Yaxshi. Endi akalar, eshikni ustidan sekingina eshik tepani ham ko'prik tushyapti degan odam ham chalkashib ketyapti borku. Uni olamiz akalar kabelni. Yaxshi akalar, bir balay battar kabelni ham oldik. Shu tumsog'idan ham qutuldim endi. O'lay suvga kirmayman akalar. Suv yomon ekan. Sizlarga maslahatim akalar, kirmanglar, yo'lda qisqa qilaman deb o'zlaring ko'rlang akalar, tutilib qo'ydim. Xo'p, hozir akalar uydagi quvvatni ham yo'qamiz. Birinchi xolajonimizga qarab olamiz akalar, xola yo'qmikan? Yaxshi akalar, xola yo'q ekan. Buni qo'yamiz, qizil tugmani bosamiz. Mana akalar tug ishga tushdi. Ayni akalar, xolajonim ham o'sha tomonda turgan ekan. Ya ketmang xolajonim, keng mana shu yerga. Ol birochka. Ola birochkani, xola kelyapti bu yoqdan. Davay akalar, cho'ta mana shu bilan akalar yerto'laga kirib, mana qizil eshik bor edi akalar, metroning eshigi. O'shani ochsak kerak akalar, yana bilmam. Ketdik akalar, tezlik bilan tushamiz. Eng yomon akalar chaqib tushdi hozir. Mana xola ham akalar izimizdan tushib boradi-da, ikkinchi ko'zani olishimiz kerak akalar. Ikkinchi ko'zani ham olib kelib qo'ysak akalar, bizga nimadir bersa kerak akalar endi. Bu yoqda ham ochaylikchi, shu silindrini opa nimadir bergan bo'lishi kerak akalar, chunki teddisini bersak akalar bizga nimadir berardi-da. Juda bak bo'ldimi deymanda, lekin silindrini opa ham akalar narsa berish kerak edi. Mayli akalar, sekingina pastga tushamiz. Mana metro ham yo'q borku, metroni qayerga qilgan akalar bular? Vobshita aqlim yetmayapti borku. Xo'p, ishlamaydi deyapti. Juda ishlash uchun akalar tuk kerakmi deymanda, mana tuksiz metro ochilmaydimi deymanda, metroning eshigini ochish uchun akalar hozir tomga chiqib akalar biz tukni qo'shib kelishimiz kerak. Xola kelmayaptimi kana?
Mana shuni ichiga yoshilib turaylik. Daha yo'lda bo'lsa yana kurs akalar fint qilishimizga to'g'ri keladi akalar. Shuning uchun kutib turamiz. Tinchgina akalar biz kutamiz. Hozir xola akalar pastga kelib tushib ketadi. Biz esa akalar tomga chiqishimiz kerak, chunki tokni aktiv qilib kelishimiz kerak akalar, yontirishimiz kerak. Bo'lmasa bu metron akalar eshigi ochilmaskan. Xolajonim, kelyapsizmi? Sizni kutaverib ko'zlarim to'rt bo'lib ketdi-yu. Tezroq keling endi xola, odam zerikib ketyapti, yoshanishdan ham zerikib ketar ekan akalar. Mayli akalar, ozgincha kutamiz. Endi chiqmaymiz akalar, yoshandikmi endi chiqmaymiz. Chunki xola yo'lda bo'lishi mumkin, yaqinimizga kelib qolgan bo'lishi mumkin. Chiqqan joyda akalar quloqdaydan qo'yib yuborishi mumkin. Bularga garantiya berib bo'lmaydi akalar, shuning uchun jimgina yoshinib o'tiramiz desam ham, xola gapni cho'zyapman, siz tez keng. Ana akalar, mana xolajonim ham keldi. Shu yerda cho'tki narsa ko'rib qoldim akalar. Mana qaranglar. Mana ko'zani qo'yganmiz, mana yoqqa kirib kelgan akalar. Ko'ryapsizlarmi? Faqat meni videomda ko'rasizlar akalar bunday narsani. Xo'p akalar, tepaga chiqamiz, eshikni ham yopib qo'yamiz akalar. Yaxshi, endi tomga chiqishimiz kerak. Eslaringda bo'lsa akalar, oldingi videoda ham dastak bilan nimadirlar qilib tashladik. To'kni qo'shganmiz aytgancha, mana buni ham yoqib ketay akalar. Qani bir ichga yondimi o'zi? Yondimi? Mana shu eshikni ham akalar xola ochib bak qilib ketgan bor-ku. Qani? Yondimi bilmayman akalar. Yondimi yo'qmi bilmayman. Короче, menimcha yongan bo'lsa kerak akalar. Menimcha yondi. Yonmaganda quvvat yo'q deb akalar yozuv chiqardim. Xo'p akalar, tepaga ham chiqamiz. Mana bu yerdan tepaga akalar aylanasini orqali chiqamiz. Uyda chekkalarda bo'lishi kerak edi akalar. Mana akalar bittasini topdik. Tushib ketmasak bo'ldi akalar. Tushib ketsak juda ham baland akalar. Yiqilsak o'lib ketamiz aniq. Qani? Bu yerda dastak qani chekkaroq qo'ydik-da. Ana dastakni qo'ygan joyini qaranglar akalar. Mana dastakni qo'ygan joyini qaranglar. Yiqilib tushish akalar вообще osonda bu yerdan. Xo'p, sal qoldi yiqilib ketishimga akalar. Bunday tez yurmanglar akalar. Tomda yurgan paytlang. Bu yoqda ham yo'q. Qayerda bo'lishi mumkin akalar? Qayerda bo'lishi mumkin? Xo'p akalar, mana bu yoqda ham yo'q ekan. Qayerda? Bu yoqda ham akalar yo'qmi? Yo'q akalar, bu yoqda bor ekan. Yaxshi akalar, buni ham sekingina ochamiz. Ehtiyotgina bo'lamiz akalar, qanday ehtiyot bu. Mana akalar bitta dastakni topdik. Dastak 4 tamida yo 3 tamida akalar, nechta dastakni bosishimiz kerak? Hozir men bilmayapman-da. Menimcha akalar shu 4 tam, 3 tamni dastakni bosganimizdan keyin yerto'lada eshik ham menimcha ochilsa kerak. Chunki ishlamaydi deyapti-da, akalar tok bo'lmasa ishlamaydi. Xo'p, yana qayerda bor? O'sha tomonlarda bormi deyman-da. Mana bu xona ham akalar eslangdami? Xo'p akalar, mana bu yerda ochamiz. Qani bir ichiga tez och. Yaxshi, dastak yo'q-ku. Dastak qani akalar? Ya oxir oldingi o'yinimda ham akalar, o'ynaganimda ham bitta dastakni topolmadim akalar. Shuning uchun ularga o'xshab akalar yutqazib qo'ydim. Pas akalar. Dastak yo'q. Menimcha akalar dastakni ham shuta tovib kelishimiz kerakmi deyman-da. Men dastakni hozir qayerdan topaman bir ichga? O'zim tomdan tashlab o'rgim kelyapti bu-ku. Mayli akalar, nima ham derdik, endi dastakni ham tovib qolarmiz-a. Xo'p akalar, tushib ketdik-ku, mayli akalar, chiqsa yo'q, xola shu atroflarda yurmagan bo'lsa bo'ldi. Yaxshi. Ko'ryapsizlarmi akalar, tepadan tushib ketdik yana akalar, qaytib tepaga chiqib ketyapmiz bir-ku. Hozir pastga tushishimiz kerak akalar, dastakni topishimiz kerak. Dastak qayerda bo'lishi mumkin? Bilmayapman-da akalar. Oldin akalar narsalar joylashuvi Grenni xolamda oldingi o'yiniga o'xshaganda ham topardim akalar. Lekin narsalar turishini ham akalar o'zgartirib qo'yganda, shatkanimiz bor ekan, yana bitta tashlasam nima bo'ladi? Qani bir chikan, akalar 3 ta shatkan bo'ldi. Hammasi bitta-bittadan o'q bo'lganda akalar, lekin mazza bo'lardi, lekin unday emasda. Yana bitta ko'zni topishim kerak, dastak topishim kerak, yana nimadirlar qilishim kerak-da bor-ku. O'zimda ham aqlim yetmayapti. Xo'p akalar, mayli, yerto'laga tushib yana bir marta ochib ko'ramiz. Menimcha endi ochilsa kerak akalar, yana ham bilmam. Bu o'yinni bir marta o'ynab ko'rganman akalar, unga ham ancha bo'lib ketgan, esimdan ham chiqib ketgan akalar pashta. Endi bir qiziq savol bor-da, xola uyning ichidan chiqibdimi? Voy, xola, ko'ryapsizlarmi? Endi ichiga kiraman desam, bu xolam ham chiqib kelganini mashinani atrofida aylantirib desam, mana tumsoq suvga kirishim bilan yugurib kelib akalar, aylantirishga ulgurmasimdan короче o'ldirib ketadi akalar. Shuning uchun akalar aylanibgina yuraveramiz endi akalar. Boshqa ilojim yo'q. Qani bir ichiga och. Yaxshi akalar, endi tepaga chiqamiz.
Chunki naryoqdan o'tolmaymiz akalar. Chunki xon taxtalarini sindiribmi bilmayman, taxlab taylagan akalar. Biz yoqdan o'tolmaymiz akalar. Xo'p, mana shu yoqqa tushamiz. Xola menimcha endi oshxonaga borsa kerak. Yana ham bilmam. Shu sabab akalar endi mana bu yerdan aylanma yo'llar qilib akalar yerto'laga tushib olsak akalar bilmam. Ekspert o'ynasalar akalar mana shu o'yinni tasavvur qilasizlarmi? Eng yomoni borku, men o'talmagan joydan xola ham o'talmas ekan. Xola akalar bezbet o'tib kelaveradi borku. Mayli akalar, ko'p gapirmaymiz. Pastga tushamiz akalar. Yana bir marta o'rtib ko'ramiz. Endi bu urinishimiz endi ochilishi kerak akalar. Yana ham bilmam. Qani birachka ochil ishlamaydi deyapti. Yana bitta dastay topishimiz kerak akalar. Yana bitta bizga dastay kerak. Dastayni men qayerda olaman? Dastakda akalar qayerdan topamiz? Yo mana yoqqa kelib qilish kerakmi desam, bu yoqda ham hech narsa yo'q akalar. Mana yoqda qaranglar, hech narsa yo'q. Bo'lku mana yoqda hech narsa yo'q akalar. Bu короче metroni ochish kerak-da, yo buni boshqa joyda ishlatishimiz kerakmi? Uyni qayerdadir ishlatishimiz kerakmi? Xola yo'qmasa xola tushib kelyapti akalar, bilaman. Shuning uchun yoshinib turamiz. Juda bu bilan akalar ochaydigan joy boshqa joy bu demak akalar. Chunki bu o'yinda bormi akalar, demak buni qayergadir biz ishlatamiz. Prosta topishimiz kerak-da. Xola ham akalar hozir yerto'laga tushib ketsa, yana tepalarda akalar endi izlab yurishimizga to'g'ri keladi. Ana uni tushirdik akalar, chambarak bilan tushirgan bo'lsa, bir tog'ani ham akalar bir oldiga borib ko'rish kerak-da. Balki akalar tog'ada ham bir kerakli narsa bordir-a. Biron joyda ochaydigan yo dastay pastaymi? To'g'rimi xola? To'g'ri bo'lsa bitta to'g'ri deyoring. Shu akalar tog'a nimaga tashqariga chiqib yotib olgan deysizlar-ku. Xoladan charchaganda Anastalin opam akalar hech narsa berma. Shuncha teddisini akalar olib kelib qo'yib, seyf kiylardi olib men seyf kiyni olmasam ham bo'lar ekan akalar, men bilmaganman-da. Bilganimda olmasdim akalar, boshqa yoqlarda izlagan bo'lardim. Xo'p akalar, buni mana shu yerga tashlab turishimiz kerak. Mashinadan qochamiz akalar. Greenishda ko'rasizlarmi? Mashinaning kaliti kerak deyapti. Mashinaning kalitini qayerdan topaman men birachka? Mashinaning ichida ham hech narsa yo'q. Mayli akalar. Endi tog'ani oldiga sekingina boramiz akalar. Tog'ani qaranglar akalar. Uyda tashqarisida uxlab yotibdi, o'rkuni tog'ani qaranglar. Kallasida mashinaning kaliti bor ekan akalar, yaxshi. Lekin yana bironta joyda ochaydigan narsa berganda вообще zo'r bo'lardi. Xola ham chiqdi akalar. Ko'chaga xola chiqdi. Hozir ko'rsa akalar yediratdi. Xolani men odatini bilaman akalar. Yedirib yuboradi. Menimcha akalar mashinadan qochishimiz uchun yana bitta kalt topishimiz kerak akalar. Yana ham bilmam akalar, shunday bo'lsa kerak. Xo'p, bitta kaltini qo'ydik. Endi yana nima topishimiz kerak? Mana uni qayerga ishlatamiz akalar? Eng qiziq savol bor-da, mana shuni qayerga ishlatamiz men bilmayapman-da. Uyni ichini izlab ko'ramizmi akalar? Shu tepada dastaklarda ham yaxshilab qaramadim-da akalar. Yaxshilab qarashimiz kerak edi o'shani ham. Xo'p akalar, mayli, yana bir borib ko'ramiz. Yana ochishga urinib ko'ramiz akalar. Bilmadim akalar, endi ochilmasa juda bu safar ham yetolmaydiganga o'xshayapti. Chunki mana akalar o'zlaring ko'rasizlarmi? Ko'zani ololmay yotibman akalar. Naryoqda ochish kerak, qanday ochish desa akalar bilmay yotibman. Mana o'zlaring ko'rasizlar. Birachka ochay, birachka och, mana buni och birachka. Buni qaranglar, buni ochaydigan joyda qayerga qo'yganini qaranglar akalar. Rasmni orqasiga qo'yib qo'ygan. Rasmni tushirmasligimda bilganda, chunki ovoz chiqarsak xola keladi-ku. Akalar o'yinda kim razrabotka qilgan bo'lsa ham akalar вообще yomon ekan, qabih ekan bo'lku. Rasmni orqasiga qo'yib akalar. Shuni izlab men akalar qancha payt yurdim bilasizlarmi? Mayli akalar, xola mana bu yerga chiqaramiz akalar. Endi xola kelsin, tepaga chiqamiz akalar. Bunga ham suv to'ldirib akalar pastga tushib nima berishini endi ko'rishimiz kerak. Xola, kelyapsizmi? Xola, yo'ldamisiz? O'sha kelib bo'ldingizmi xola? Kelyapman deyapsizmi? Menimcha akalar kelayotgan bo'lsa kerak, chunki ovoz chiqardik akalar. Xo'p. Yana bir ikki marta tashlasak akalar, menimcha zarar qilmasa kerak. Gapimni adashib ham ketyapman borku, oxiri bu o'yin akalar shunday bir g'alati Grenning o'yiniga ham o'xshamaydi akalar. Xuddi bir boshqa o'yinga tushib qolganda o'zimni his qilyapman borku. Xola, o'tib ketdingizmi? Shu akalar har doim shu teshiklardan chiqayotganimda shuni qo'rqaman-da, shu xola kutib turibdi yoki akalar Grenni berda Angelina Spider turibdi deymanda qo'rqsam ham mayli deb akalar chiqib ketaman. Hammasi akalar sizlar uchun bir eshikni ham yopib qo'yamiz.
Endi akalar tepaga chiqamiz va nihoyatda ko'zani ham oldik. Men ko'zani ololmayman deb o'yladim, buni ham yo'q qo'yamiz akalar har ehtimolga qarshi. Endi ko'zani shu yerga tashlaymiz. Xolani chalg'itamiz akalar. Xolani chalg'itmasak keraksiz joyda akalar, keraksiz vaqtda xola ham bir ochga qondaysan deb akalar yonimizga kelib turadi-da, bilaman-da. Suv to'ldiramiz akalar, yaxshi. Endi akalar bu ko'zani ham pastga tushamiz. Yo'lni qisqa qilmaymiz akalar. O'zlaring ko'rlang, yo'lni qisqa qilaman deb akalar suvga kirgandim. Nima bo'ldi? O'zlaring ko'rlang. O'shandan keyin odam suvga yaqinlashishga ham qo'rqib qoldi. Tumsog'i bor-ku, shunday akalar digidik chovib keladi. Tutib oladi akalar, ana shunisi yomon. Xo'p akalar, xola bu yerda yo'q bo'lsa kerak, chunki akalar tepaga chalg'itdik, suvga yaqin bormaymiz. Buni tepasiga qo'yamiz, bu ham yer ostiga kirib ketyapti akalar, yaxshi. Xo'p, endi buni bosamiz. Yaxshi akalar, mana bu ham kirib ketyapti. Bu nima berar ekan? Bu nima berar ekan? Dastak bersa vobshito xursand bo'lardim akalar. Xursand bo'lardim. Dastak ber. Qani nima beryapti akalar? Nima beryapti? Qani bir ochgan. Yo'q akalar, dastak berma, bu boshqa narsa-ku. Metroni bilasizmi akalar? Metronikida bu ham. Mayli akalar, ana mashinaga borib qo'yamiz akalar. Mashindan qochishimizga bu ham bizga kerak bo'lar. Lekin men eng qiziqayotganim dastak qayerda ekan akalar? Dastak topolmay ko'rgan bo'lsam, xola qotdi ekan, xola ham xolajonim qotlarda yurgan ekan. Qani bir ochga buni o'sha tomonga qo'ysak kerak. Qani yaxshi akalar, endi qanday qochamiz? Akalar? Endi qanday qochamiz? Mashinani ichiga kirishimiz kerakmi deyman akalar, juda qochish uchun borku. Nariyoqqa suv bo'yotibdi-da, nariyoqdan kiraman desam, tumsog'i kelib qoladi akalar. Qani bir ochga voy akalar, tumsoq kelyapti akalar, tumsoq kelyapti. Tumsoq ovozini eshitdim akalar. Shu yerdan turib qocholmaymanmi? Yo'q akalar, bu yoqdan turib qochib bo'lmaskan, tepadan tushsak nima bo'lar ekan? Menimcha akalar shu tepadan tushib ana qilolsak kerak deb o'ylayman. Qani bir ochga bu yoqqa sekingina kiramiz. Yaxshi akalar, davoy. Nima? Quvvat yo'q. Akalar 3 ta dastak bor-da, 3 ta dastak. Bu suvda tayini ko'ra olmaskan, qarochi. 3 ta dastak bor-da akalar. 3 ta hamma dastakni toplasak, qarochi akalar qocholmaskanmiz. Shu bitta dastakni topolmayapman akalar. Shu dastak qayerda ekan shu dastakni? Qani bir ochga voy tumsoq kelyapti. Shu tumsoq akalar 2 marta tishlagandan keyin odam qo'rqib qoldi burku. Voy, dastak ham yo'q ekan akalar, dastak topishimiz kerak. Xolajonim ham qotlarda yurgan ekan, xolajonim. Xolajonim, yo'limdan chiqmang faqat. Akalar, ana xola tog'ani xonasida yurgan ekan. Dastakni qayerdan topaman? Akalar, dastakni qayerdan topaman? Yoki Slendrin opaga teddini berdik-ku. Slendrin opani akalar eski joyida paydo bo'lganmi, bakpop. Yana ham bilmam. Shu Slendrin opani ham akalar bir xonasini ko'rish kerak-da. Slendrin opaga akalar teddini bersak narsa paydo bo'lardi-ku. Aynan akalar ana shu joyni biz hozir ko'rishimiz kerak. Chunki akalar bakpop akalar o'sha yerda paydo bo'lib qolgan bo'lsa, biz akalar yutdik degani qarochi bu. Vaqtlarda ham har ehtimolga qarshi akalar yaxshilab qaraymiz. Chunki akalar mana shu yutlarda ham bo'lishi mumkin dastak akalar. Chunki vaqtlarda tekshirmadik akalar o'yinni boshidan beri. Qani bir ochga bir normal narsa ber. Yo'q akalar, hech balay battar yo'q. Burku akalar hech narsa yo'q. Nima deysizlar, Slendrin opaning xonasini tekshiramiz. Bundan oldin akalar bir mana shayxlar bir ko'raylik-da. Bu yoqda ham akalar mana yo'q hech narsa. Xo'p akalar, mayli endi liftga kirib Slendrin opaning xonasini bir tekshirib olishimiz kerak-da. Bu yerlarda ham akalar hech narsa yo'q-da. Bitta shu dastak akalar. Dastakni topsak yutardik-da akalar. Xo'p yaxshi akalar, buni bossamiz. Qani bir ochga. Baribir akalar tepada o'q yo'q. Akalar, ana ham liftdan tepada qolib ketgan ekan. Hali men pastda qachon tepaga chiqaman deb yurdim akalar. Bu nima? Hech narsa ekan akalar. Xola kelib qolami deb o'ylayapman akalar. Shuning uchun liftdan uzoqroq turibman. Yaxshi akalar, xola kelib qolmadi. Endi akalar qaytib tepaga chiqamiz. Bunu mana shu yerga tashib qo'yamiz. Baribir akalar bizga shatkan kerak emas, chunki shatkanni o'qi ham qolmadi akalar pastda. Xo'p akalar, Slendrin opani eski joyini tekshirsak akalar, nima bo'lsa ham o'sha yerda akalar dastak bo'lsin-da, dastak bo'lmasa nima qilamiz akalar? Dastakni hozir qayerdan topaman? Yo'q akalar. Oxirgi umidim akalar shu edi. Yoki akalar yana tom ustiga bir chiqib ko'ramizmi? Cho'ta
Ya dastakni yaxshi ko'rmadikmi deymanda chekkaroqqa joylashtirgan bo'lsa bitta o'q bor ekan akalar. Mayli akalar, o'q bizga nima kerak? Xolani otishdan foyda yo'q akalar, dastakni topish kerak. Qochishimiz uchun akalar bizga dastak kerak-da. Qayerda bo'lishi mumkin? Buni yoqdikmi-kana? Dastak kerak akalar, mayli. Ko'p gapirmaymiz akalar, sekin yana boraveramiz akalar o'sha tomonga. Pianinalarni ham olib tashlagan bor-ku, ko'p narsalar joyini almashtirib, ko'p narsalarni akalar men yo'q qilib yuborgan bor-ku. Bu yerda oldin ham ko'ruvdik akalar, dastak yo'q. Mana yoqda ham bitta ko'raylik-da. Har ehtimolga qarshi akalar tepalariga ham bir qarab qo'yish kerak, dastak bo'lishi mumkin-da. Xo'p. Kimdir xat yozib ketdi akalar, xatni o'qib o'tirmaymiz. Bu yerda ham kimnidir yotoqxonasi bo'lgan. Mayli akalar, oxirgi umidimiz shu tepani borib qaraylik akalar. Dastak bo'lsin akalar, nima bo'lsa ham tepada dastak bo'lsin akalar. Dastak bo'lmasa akalar dabdala bo'ladi. Xo'p akalar, qaysi tomon deydi? Menimcha akalar mana shu tomon deydi. Aniq eslayapman-da. Qaytarib yopsagan bo'lar ekan. Dastak akalar mana shu yerda bo'lishi kerak-da. Dastak mana shu yerda bo'lishi kerak. Mana akalar, lekin dastak yo'q. O'zlaring ko'ryapsizlar akalar mana da. Mana dastakni qo'ygan joyini qaranglar akalar, xola ham ko'rdi. Dastakni qo'ygan joyini ko'ryapsizlarmi akalar? Yomon qabiq ekanda. Hammasini chekkaga akalar dastakni qo'ygan, men chekkaga qarab yotibman. Bu dastakni uzoqroqqa qo'yib qo'ygan akalar. Yomon qabiq odam ekan. Mayli akalar. Endi boyagi uslubda akalar mashinaga kirib ko'ramiz desam, xola sizga bormadan ketdik akalar. Tog'ani yoniga qochib ketamiz. Aytgancha akalar, suv bo'lsa ham mana xola keloladi akalar, izimizdan bor-ku. Davay akalar, mana shu chekkada turib turaylik-da. Xo'p akalar, endi ozgincha kutamiz. Nima bo'lsa ham xola kelib akalar yana bir marta urib jonimizni akalar kamaytirib ketmasa bo'ldi. Cho't akalar ketdimi deyman-da. Ketdingizmi xolajonim, ketdingizmi? Tog'ani bosib o'pman, tog'a endi kechirasiz. Endi bir marta bosib oldim, xafa bo'lmaysiz tog'ajon. Shu yerda turibdi akalar, ko'rasizlarmi tog'ani? Tog'ani debman, xolani. Xola nima qilay, tog'a deyaveryapman, siz ham xola bir erkakka o'xshaysiz, tog'amga o'xshab ketyapsiz bor-ku. O'tiramiz akalar bir achkan. Qani bos. Va nihoyat akalar qochyapmiz, lekin akalar bitta metroni eshigi bor. Metro qani akalar? Metro qani? Metro yo'q akalar. Mayli akalar, qochsak bo'ldi. Mana akalar, va nihoyat qochdik akalar. Qocholmayman deb o'yladim. Bir balo qilib qochdik. Ana akalar, xola ham qarab qoldi. Короче, do'stlar, bugungi videolarim shulardan iborat edi. Yoqqan bo'lsa, like va do'stlar obuna tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin.